Buning uchun jiletka simlarimizni olib 47,5 sm o'lchab kesib olamiz va sim yordamida bir-biriga yaxshilab mahkamlab olamiz va shunaqa dumaloq qilib shakl keltirib olamiz va yana xurrem simimizni olib 20 sm dan o'lchab 2 dona kesib olamiz. Kesib olgan simimizni uchini qayirib turib, dumaloq shaklimizga plus ko'rinishida yaxshilab mahkamlab olamiz. Bu ko'rinishimiz o'zgarib ketmasligi uchun bir-biriga tutashgan markazini olib turib, simlab yaxshilab qotirib olamiz. Mana deyarli dumalog'imiz tayyor bo'ldi. Endi klayimizni yaxshilab surtib olib, oradan 1 daqiqa, uzoq 2 daqiqa o'tkazib, ustiga reglen setkamizni yopishtirib olamiz. Yopishtirganda ham ozgina tortibroq yopishtirsak, juda ham chiroyli chiqadi.